Nima qarang, mashina haydalmasa ham yudirib qo'yiladi. Qo'li qo'shni nima deydi bu ikkiga pul yo'q ekan deb o'ylaydi. Assalomu alaykum Botir aka, yaxshimisiz? Qalaysizlar? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat. Bu qotib ketganingni qarang, mahallada yurardik men bundoq bo'lib. Men bolani tanimadim. Ha, bu jiyanim bo'ladi. Ha, yaxshi. Nima gaplar aka? To'y boshlab qo'ydik, shu desa maslahatingizni olay deb keldim. Oo, gap bo'lishi mumkin emas. Juda yaxshi ish boshlabsan. Maslahat oladigan bo'lsang, ukam to'yni zo'r to'yxonada qilasan. Kortejni bangillatasan. Tushunsanmi? Hammani o'zida qolish kerak. Hamma aytadiki, bir kunda o'tadi ketadi to'y deydi. Hech bo'lmagan gap. O'sha shov-shuvli bo'lish kerak. Birovdan qarz olib qilasanmi? Artistlarni dodvoy deganlardan olib kelib, ustilaridan soqqalarni sochib, tushunsan, to'y bo'lgandan keyin mana shunaqa narsa bo'lish kerak. Chekkaroqda o'ynaylar, mashina kelyapti. Bir qo'lni olib qo'yaylik. Assalomu alaykum rais va. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, kattaga to'q qo'yganing qara. Otang yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi, rahmat, yuribdilar. Shu desangiz to'y boshlab qo'ydik. Ha, juda yaxshi bo'libdi-da, to'ylarga yetkazsin. Yurtimizda har kun to'y bo'lsin, ha. To'y deganda endi bunda bir ixchamroq qilib, bir mahallada yetim yesir, kambag'al, go'sht yemagan oilalarda aytib bir 30 ta 40 ta odam bilan ham o'tsa to'y bo'ladi-da, chiroyli bo'ladi. Doda, odam yosh o'tgandan keyin miyangga ham bo'lib qolganda, to'y aza qilibsiz-ku. Bir kunlik to'y o'tadi ketadi, dang'illama qilish kerak. Hamma bilish kerak-ku. Ha, o'sha bir kunda o'tadi ketadi deb o'g'lim o'sha bir kunda o'tib ketadi-da, nima keragi bor isrofgarchilikda? Hay, yana o'zingizlar bilasizlar, bilmadim bolam. Men bu dodamni tushunmadim. O'zingiz kelishib ola qoling. Men shunda hozir nima qilishim kerak? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar.